Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel high-tech variantida devor mebel tayyorlaymiz. 3,5 metrga 280 lik joy. Korobkalarni qo'ydik. Korpusimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, garderob qismi 3 ta joyda, o'rta polka, vakuumli g'aladonlari bor. Tayyor bo'ldi. Zeleniga ekvivalent bilan high-tech ruchkalar qo'yildi. Xo'p. Balali 280, eni 350. Bu o'rtadagi joyimiz polka bo'ldi, tepadan pastgacha. Moshlar vakuum. Xo'p, roliklarimiz vakuumli roliklar qo'yilgan. O'zi tortib kirib ketadigan. Shu usta tepa qorong'ida tayyorladik. 8,500,000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz.